Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men hozir kentimizdagi bir qadimiy qal'aga kelib asar o'qib beray deb tayyorlanib o'tiribman. Bu yerda men ilgirimi ba'zi asarlarni o'qigan. Masalan, bo'libmi Yalqin Ro'zining Loy qal'aning siri qatorliq asarlarni. Mana shu go'zal dekoratsiyada bugun sizlarga o'qib bermoqchi bo'lgan asar Danlıq alimimiz mərhum Abdüşkür Muhammed Emin'nin hayat keşmiş tasvirlangan asar Azgülük Malaikasini davamlaştırıp o'qib beraman. Xo'sh. 14-bab asabiylashtirish mexanizmi. Ümid birla ümidsizlik orasini makan qildim. Ki şadlıq birlə qaygıdın özümgə imtihan qıldım. Yana şeydai ömrəgə yana min imtihan bolsa, bəəyni toy bilib əlbirlə cismim mənmu qan qıldım. Ahval özgərdi. Atalmış birgə zərbə beriş, üçgə qarış duruş hərəkəti başlandı. Bu şəhər şəklidəki şikar idi. Sehirgar yenidən qartı chiqargandakla bular bo'lmas bahona bilan meni uyga qaytarmay maxsus menga xos bir kishilik o'g'inish kursiga qamab qo'yishdi. Ra'na izlab kelib, aptapda bo'sug'ida saqlabmi ko'rishga imkon topolmadi. Ikki eg'iz uyning sirtida 4 qizil qo'g'dig'ichi Qodir ishkirki uyda o'z gunohini yuydigan bir qeri buğaltır bana qaraydi. Sirtni harbiy tashviqot atirtidan olmishib turadigan askar qurolliq saqlaydi. Ishkirki uy 3 derizlik edi. Derizlarga qog'oz chaplangan bo'lib, sirtdan g'uva yo'riqdan o'zga hech narsani ko'rish mumkin emas edi. Uyga qachon qishlab qalğanlıqı nama'lum bir ro'chibin bo'lib, uni beqish, uning uchishini tomosha qilishdan boshqasi meni asabiylashtirib to'zaqqa tushirish mexanizmi edi xolos. Ularning asosiy tuzilmasi 3 bo'lib, Ra'na va bolalar tonish bilishlar orqali ta'sir ko'rsatish, jiddiy va qattiq tutqun muhiti, rejimi va tamiqi bilan ansiz qilib nervini jiddiylashtirish. Pak, aniq pozitsiyaga qarab qoldiq deb 6dan 10 kishilik yurikiga hujum qilish jengi so'roq guruhisi orqali 8-10 oygacha necha yuz qitim orag'i elib, g'uduq turib masala tepishdan iborat edi. Dastlabda men palak o'qyasi muhtoj aylisa jismu kavobimdan Nəçara tökmükimdin özgərməy pak qan şarabımdin deb yazğınımdək oyladım. Keyin bu heylilərni bir körünüşlük isximiga, yəni şahmat tizmisiga aylandırıb oylandım. Keyin xuddi o'tsiz yurmigil asla məgər çəksən japalıqni, bi möhlət bilmigil hərgiz piğanlıq mubtalalıqni. Ne günler gurbeti dozaq, ne günler raheti cennet, gurur mizanığı salgın xatar ki, ne rabalıqni deb yazğandaki iradigi keldim. Paklıqni napaklık aldıda aqlaşdın müşkül, yana nima bar? Men barni yoshirish uchun emas, yo'qni oshkorlash uchun riyozat chekishga tushdim. Ammo bizda poklik tufayli aql va sukunatni joyida qo'ldan olmay vayron bo'lgan kishilar ozmi? Oq attirgil uchun ba'zida uning ipor hididan nashtar tikini aziz. Bilishni xohlasang dilbar, taqalgan qonli misranni, tasavvur ayligin Yusuf ashu Kanan o'g'lonini. Ne mümkün ushbu bandilikdan xalos bo'lmoq visol izlab, palak salg'ash to'yinmas och, hereslik nafsi shaytonni.
Aldı bilan Ra'na do'stlardan xat avatmak bo'ldi, ammo Ra'na xat yozmadi. To'xtxon opam Akbarni boshlab keldi. U Asqarni ko'tarib olgan edi. Akbar meni ko'rib, "Dada demasdin, seni tanıyman" dedi. Bu mening Ra'na va To'xtxon opamga balalar va oila jafosini tashlab qo'yib, balalarga dadiliq ajri singdirolmaganligimni eslatdi. Uning "seni tanıyman" degan so'zidan ko'zimga yosh keldi. Asqar tug'iladigan chaqda men Ra'nani Urumchi shaharlik 3-doktorxonaga yetilab kelgan. Tug'ut vaqtida koridorda turgan edim. U oppoq, chiroyli, budruq bola peti ko'zimda qolgan. U aran tam yoqilg'udek bo'lgan ekan. Helim esimda. Asqar 3-4 yoshga kirganda janubdan kelgan bir mehmonning o'rik meg'izidan zaharlanib, hayoti xatar ichida qoldi. Ra'na bolani qo'liga oldi va maktab darvozasida ko'mirga mang'an yuk mashinasini to'sdi. Men orqadan yugurdim. Bolani doktorxonada tezla qutqizish uyiga elib kirdik. Burniga oksigen, cheksiga osma ukol, uchayiga klizma, qo'liga besim va yurak apparati qo'yildi. Ra'na chirqirab yig'laydi. Uni ikki sestra ayrim uyga akirib olgan edi. Bir doktor maxsus inglizcha material aqtiratdi. Ular 2 kun ilgari ko'kish okul dorisini tepib chiqquncha qazo qilgan bir boladan qolgan ko'kish okulni Asqarga urdi. Uni ayrim uyga akirib qo'ydi. U hushsiz edi. Arada u cho'ng tindi va og'zidan ko'k suv oqdi. Tarlab uyg'ondi. Doktorlar xo'shal bo'lib ketishdi. Biz endi tushundik. Asqar qutqizib qilingan edi. Men heligacha bu manzara bilan Asqarni o'ylasam, ichim seyriladi. Agar Ra'naning ho'sharligi, chaqqonligi bo'lmaganda, uni qutqizishga kechikkan bo'lardik. Menga nasihat qilib yozilgan xatlar ancha ko'p emas va bir muqomdili edi. Harbiy tashviqot atirtining boshlig'i menga "Ra'na yosh, sohibjamal ekan. Sen uningdan mangu ayrilib qilishni xohlamasang, ishni, masalalaringni faol topshirishdan boshla" deb nasihat qilib kirdi. Ra'na sirtda menga yemaklik va kiyim-kechak elib kirgan edi. Uni men bilan aloqalashib oladi deb menga ko'rsatmaydi. Biroq ko'nglimda uning qora yopka, oq ko'pni kiygan yarashimliq obrazi chaqnaydi. Arzon dichelian koptini pat-pat yuyib kiyib oladi-yu, uningga bek yarashadi. Uning ustidami doim qattiq besim va so'roq. Uni do'st dushman ziddiyati, xalq ishidagi ziddiyat qatorida bartaraf qilish degan kategoriyaga selib qo'ygan edi. Bu kengchilik bilan bartaraf qilingan dushman degan so'z edi. Uni nikohdan ayrilishga qistig'uvchilar, ayrilsa nikohiga olmoqchi bo'lganlarmi chiqqan yoki xat yozishgan edi. Ra'na uchunmi asabiylashtirish mexanizmi u 30 yoshga qadam qo'yishi bilanla texmo kuchaytirilgan edi. Har kuni 3 qitim qalbiga hujum qilish atirti odamlari bir do'kroq ayol boshchiligida qamal uyiga kiratdi. Rais Mauzdong so'zlaridan uzunda o'qishatdi. Shuningdan boshlab popoza xarakterdagi qistash so'riqi boshlanadi. Refleksga aylangan bu takror hodisa ichimni siqatdi. Biroq men ularga nisbatan to'limi sagaklik bilan muomala qilatdim. Ular meni qandaqdir siyosiy guruhning katta boshlari turkumida bu pakt qo'limizga tushgan deyishatdi. Men biri bu ularning tasavvuri yoki boshqa biror ahmoqning yasalma to'kmat yolisi bo'lishi mumkin deb qaraydim. Qistash har xil odamni har xil so'zlatishi mumkin edi. Keyingi yillarda bu ishning mas'uliyatsiz tasavvur va garchi qistalgan bo'lsa-mu, pash qilg'uchi, masala topshirg'uvchilar bilan heliqidek asabiylashgan siyosiy qonun o'rinlari
bediklarining zakoslari ekanligi aniq bo'ldi. Ras, men 6 yoshga to'shmagan chig'imda Shingsayning siyosiy ishlar boshqarmasi dadamni qamaganda opamni necha 10 qitim chaqirtib kelib qilgan so'roqda opamning yanida o'ltirgan bo'lsammi, siyosiy so'roqning zodi qanchalik ruhiy azob ekanligini his qilmagan edim. Men pozitsiyada yaxshi yuzlanishiga ega bo'ldim. Buni menga qaraydigan lushunshunos bir Xanzu xizmatdashim ishorat qildi. U qo'rqma, bo'lsa ayt, bo'lmasa yo'q-da, pozitsiyaga diqqat qil, dedi. Men balki orqamdan shundoq tashkilga soylashib, menga uqtirg'icha qo'lga tushgan bo'lsa, men 5 sezgu a'zo va bir irodamning sirtida bundaq hodisani yo'q deya olmayman. Bu menga doir, ammo mening sezgu va irodamga doir bo'lmagan ehtimollik, dedim. Bu masalaning yo'qligi, ammo qalbiga hujum guruhisidagilarning xizmatiga hurmat qilishni bir gapda qilg'ashqa qarshi elindi. So'roqlarning yana biri chet el radiosida seni yosh professor, to'nilgan faylasuf, azobliq turmida debdi degandan iborat edi. Men uningga birinchidan bu mening irodam emas. Ikkinchidan ular menga ko'yindigan biror tashkiliy siyosiy niyatda bo'lsa, bundaq tashviqot qorali qilmagan bo'ladi. Meningcha bu tashviqot rost bo'lsa, ularning bu ishi meni oqlashga foydali, dedim. Shu asnoda davlat hayotida nima ish bo'ldi, bilmadim. Xalq gezdi materializmni tashabbus qilib, idealizmga chek qo'yayli degan bosh maqola e'lon qildi. Bundaq maqola faqat katta ziddiyat va qadam yo'tkashdila maydonga chiqishi mumkin edi. Ko'p o'ylandim. Huquq ilohiyat qilingan qadimki an'anaviy aldagi o'rda ko'rishida qatlam sunish yuz beribdi. Bu hadislarning yo'nalishini o'zgartirdi. Qatlam cho'ng bo'lsa, ish tadrijiy, kichik bo'lsa, tez ro'shanlik yuzaga chiqadi. Rana bütün maktabi bilan pishonga ketdi. Men yanala oyoqlashmagan o'rganish kursi hisobida nazorat ostida maktab tarkibida kutubxona tavasida Sanjaga ketdim. Bu ayni yillarda chetning tajovuz ehtimoli bilan aholini tarqoqlashtirish deb ataldi. Jiktog'lar gajgida qator tizilib ketdik. Bu umum dashqazon, umum o'rganish, umum emgak muhiti edi. Men putqi yo'gab ko'plab o'rma o'rishdan boshqa hech narsaga qiziqmaydim. Yostiq orasida Ra'noning mushtumdek o'yilgan yog'och o'yma haykali, Asqarning taxtiga ishlangan rasmi, orqasiga Ra'noga atab yozgan ruboyi bor edi. Men uni meni muhofizat qildiganlarga bir juftdan qatlama o'rindiq yasig'inimda hozirlab olgan edim. Kim biladi, ba'zida u nijodiyat belgisi, ba'zida vidoliq yaldamisi bo'lib qoladi. Men dastlab Sanjada, keyin Nansanning Shuishigo jilg'isida maktab tarkibi bilan emgak qildim. Nansanda muhimi cho'ng-cho'ng tonur, tommash, ya'ni xo'chang, oshxonaning necha yuz kishilik o'choq turg'unlarini soldim. Men uyga qaytganimda meni illiq tabassum bilan Ra'no bag'riga bosdi. Men mundaq ruboiy yezib kashmishlarimni yakunladim. Ada qildim yupurmoq ömricha bu istiqomatni, tutib o't ichra go'ya zikriyodek qaddi qomatni. Kesib o'tganda ajdardek itilgan har pasatlardan
qalam til shamshiri qildim zafar yuksak adolatni. Jahon hodislari orsiz adolat oqibat g'olib, umr qo'ynida shaydoi ko'rursan har karomatni. Bu yerda marhumning 3 o'g'lining rasmi bor ekan, lekin ancha aniq emasga shuningdan bir ko'z qo'ying. On 5. bab. O'yg'onmagan Ashabul Kahif. Qildi parvoz qog'i quzg'un ko'k ara, bo'ldi oqqu nomi bo'ktandin qara. Va lekin chinliq ko'tarmas hiylini, ushbu vajdin nurlanar olam yana. Rana Asqar yeshiga to'lar to'lmas maktab turkumi ichida alohida nazoratchilar orasidagi naq aksil inqilobiy jinoyati bo'lgan birdan bir ayol diktatura obyekti edi. 30 yoshga kirgan, rasi to'lgan bu oq attirgulning tog'davallar cho'l jazirlarni kesib, nech kunlik jiroq pichan nahiyasi, Lukchun kommunisi Tuyuq mazar 2-cho'ng atirtiga majburiy emgakka tushishiga aql, vijdon ilgari hasrat qiladi. Nadon rashk ahli xo'shal bo'ladi. Ilgari yiqilishib, uning husn jamolidan o'zi bilgancha naf olmaganlar bu nükchib mengayotgan juvonni endi juvozga qatsimi cho'rgilaydi deb bir to'lg'ishadi. O mendan ansiraydi. Salomatligim va so'z harakatda oldinib, yengillik qilib, saq beshimga 6 tayoq qilib olarmi deb o'ylaydi. O hamisha menga siz men uchun uchiq kitob deb to'limi oq ko'ngilli qilasiz. Siz yana yomon kishilarning soni xeyli ko'pligini inkor qilib, ular to'limi oz deysiz. Sizda oldin gumonlanib tuyib elishni pokiti yo'q deydigan ruhiy ojizlik bor. Oq ko'ngillik bilan oppoq turgan kim bor? deydi. U onasidan ansiraydi. 3 o'g'lidan ansiraydi. Bozorda jutchilik qo'l qisqa. Her ikkimiz tamoq pulimizni elib ketgan tursak, uydagi 4 jonga nima qolar degan andishida edi. Uning ustida yuk, beshida g'am uni qiynaydi. U o'z holiga xayrxoliq emas, burut to'lg'ab yurgan erkaklarga nafratlanadi. Ularni emgakchan, ammo dut, johil Uyg'ur eshaklaridan, hatto ularning tezaklaridan mu pas ko'radi. Ular tap yeydigan qurt qo'ng'izlardan mı o'ta yaramaslar deydi. Turmush dashtida lavazimat xurjini asqan yoki podshohlik toji kiygan bo'lsin, ulardan posh chivindin bizar bo'lgandek bizar edi. U ilgarimi, keyinmi bu g'ururini saqlab keldi. O Tuyuq maziri kentidagi Xalchxon oylam degan dilkash ayolning uyida turdi. Tang ichishdan tang kumushkicha oraliqdagi etiz eriq amgiki, bug'doy o'rmisi, tamoqqa yordamlashish uningga eng go'zal hayot shartnisi edi. U o'ziga qolpiqini qirlab, jiroq yezlarda yigitlik xo'rikini chiqargan cho'ng kichik otamallarning bugungi tishlari shalaqlashib, uni ko'rsa adablik musulmon mo'tibarlardek egilishlarini o'ylaganda, odamzotning texi nodonlik tugminida perqarab yurganligini o'ylaydi. U oqdil yezi kishilari bilan Tuyuq xo'jamni ziyorat qildi. U qalbida
buloq bo'lib ketgan ko'z yoshlarini surmidak tabiiy anqa tuxumidak sehrlik qosh ko'zlariga tizib yegona Allohdan manga onasiga o'g'illariga ezgu duo tilaklar tiladi. Bu tarixiy to'limi uzun sirliq mozorni terak va tiltumar qilib oldi. U Naganda bu yerda uzun uyquga ketgan deb rivoyatlangan sahobilarning uyg'onishini orzu qildi. U hech qandaq nijodiyat bishorati topolmaganda opisi bollari bilan meni yeniga elib, ularning oyig'iga kelib, nijodiyat, hidoyat, nusrat nuri bilan rahmat yomg'iri to'kilgicha uyquga g'arq bo'lishni orzu qildi. U ba'zida Satku kinosidagi Shatutining uxlanglar, uyg'oqlik azob, uyqu baxt demakdir degan so'zini, ba'zida mening muhabbat azob dengizi degan so'zlarimni o'ylaydi. Qani shu shirin uyqu. Harg'in tan, xorliq aslimilar, ezgu armonlar, echirqigan qo'rsoq, andishilik xiyol. Orqadilla atrafning harbiy buyruqdak dong sadosi. Rana davomliq so'roq qilindi. Ba'zida maktabimizdan kishi berib, uni so'roq tartatdi. U har qitim so'roqdan chiqqanda tomosha ko'rguchi cho'ng-kichik otamonlar, o'pkisi yo'q, hurrachi, shuarchilar bir-biri bilan to'g'u xo'rozlarda ko'tildishib, hukmlarni chiqarib, cho'chaq qilishadi. Rana san'atni so'yatdi. San'atni insoniy g'ururning erkin ifodasi deb qaraydi. U usul san'atini, bo'libmi Uyg'ur usullarini qavat yaxshi ko'radi. Uni erkin ruhning mag'rur badanda gavdiladigan nutqi deb qaraydi. U bir tarafdan shu erkin ruh va erkin ruhni erkin ifodalaydigan muhitni o'z xalqi ichidan topolmasdan hasratlansa, yana bir tarafdan bizdagi ba'zi g'urursiz san'atchilardagi tutruqsiz xunuklikdan shirkinatdi. U bir kuni yaqin suv bo'yida o'yladi. Erlik nuqul jinsiy alomat emas ekan. Soqolliq ayoldan choshliq erkak a'lo. U kulib ketdi. Orqadalla mung'landi. U o'zini pido qilgan, o'z oilasi o'zini shaydo qilgan bu millatda o'zining insoniy qadrini, o'z xalqining qimmatini bilgan g'ururliq erkakning to'limi qisliqidan shirkingan edi. Kashkuzda ular Urumchiga qaytishdi. O'rni eshakmi uyga manganda yo'rg'ilaydi. Bu qitim faqat bir qancha kishilar piyoda qaytdi. Qolganlari hatto qora gezanda tarkibidagi sobiq rahbarlar bilan soqolliq sarkilarmi mashinada o'ltirib, qizil bayroqlarni lapildatib qaytishdi. Piyoda qolgan Musajon Ro'za aka, Shirali Hashim aka qatorliq mashhur san'at ustozlari, homiysiz haqoratlangan ziyolilar orasida yolg'iz Rana birla ayol bor edi. Ular yanala bir qo'shqi kam bo'lmagan bütün yuk taqlarini dumbisiga ortib, nazar ko'zi ostida heliqi uzun sharqiy Shinjong etikini piyoda besib qaytishdi. Havo yanvarning qora shivirg'an, ushqirab turadigan, Xanzucha Sanjusan deb atiladigan qahrton qish kunlari 8 kun qurolliq harbiylar qo'rshavida bu shamol eg'izi rayonidan o'tish hatto sherning yelikini muziltatdi. Horg'inliq, doq yerda qo'nish,
Сәһәрләп рәвәнди атлардак yo'lga chiqish uning irodasini tavladi. Mashhur Arg'un rassom Yang Mingxin, Liu Kaiji, mashhur muzikant Qing Taojun ular qatorida edi. Ular keyin Avstraliya va Shanganglarga chiqib ketib, o'z iqtidoriga yangi yo'l ochishdi. Haza o'tgan ko'chadan to'y o'tar bu qonuniy olam, paxas bo'lg'in xushalliq kaynida qayg'u havosi bor. Beshig'a unchilar taqqan kibir ahliga sin qo'ysang, uning har munchqining ostida hajvi qarasi bor. Dedi shaydoi qilmoqqa tomosha to'rt fasl tanxob, jahon aylanmasining qayda oxir ibtidosi bor. Men Sanjidan Nansanga yo'tkilish orasida uyga kelsam, Ra'nomu Pichan noyisdan qaytgan ekan. Tasadduq bog'chimizga navbahordan qaytijon keldi, dili al ishqida ko'ygan egilmas qahramon keldi. Tilab kim topmaqim tas undan o'zga tuti yoqutni, aqidam munbiriga hikmati sahip qiron keldi. Uy to'limi namrat vayroni edi. Uyda çaşqallar yugurishib yuradi. Tamlar cho'si qini bilan olatog'il bo'yalgan. Cho'si chiqib, qiyni sho'ralgan balalarning yuz ko'zi chappoq, kir va maynat. O'zir uruq va apga. Ra'no bilan ikkimizmi tutqun tasviridagi mahbus qiyofatida edik. Men Ra'noni yana bozorga chiqib, oshbuzulda mehmon qilg'ash, amdiki muhitda o'z taqdiri haqida o'ylashishni o'tirg'a qo'ydim. Ra'no ko'zimga qaradi. Mush gapmidi? Siz ilohun yig'lamay o'tdi, men Sulaymon yig'lagan bilan bo'lamdiq, dedi u. Meningmi bir gapim bor, anglang, dedi-da so'zlab ketdi. Siz bir chaqda sabri birla mevimi chiqqay pishib, va lekin sabri bilan ketmas hisib, sabrisiz shisha sunar shu sabridan islar qo'ylar kanarga yondishib demaganmidingiz? Sabr qilish, jafo chekish, sukut, xorlanish deganni o'z ichiga oladi. Bu maqsad emas-ku. Mening nima demoqchi bo'lganimni bildingizmi? Bir narsaga da'vat qilyapsiz. U maqsadga yondashgan narsa yoki maqsadning bir qismi, dedim men. U to'g'ri. Endi vaqt chiqarib da yezing, kitoblar yezing, nashr qilinishni o'ylamay yezing. Qo'limdan kelishicha xalq yo'lida yezishingizni qo'llayman. Ilmiy emgaklaringizni qadrlab saqlayman, dedi. Kutib o'tkazma umringni nodon nuriga cho'milgancha, dedim men. U xo'shal kuldi. Uning ko'zlaridan to'yingan rozimanlikdan julo qilgan maftunkor tabassum chaqnagan edi. Men bu so'z ilhomida palti ko'tarilgicha ko'takka qo'yib yeziqchilik bilan shug'ullanishga kirishdim. Bu ilgariki onda-monda yezishdan vaqt topsila yezishga o'tish bo'ldi. Ra'no Pichandan qaytgandan keyin havo mudofaa o'nkiri ko'lashga chiqarildi. U kurash harakat obyektlaridan Yang Mingxin, Nurum qatorliqlar aralashgan atrat bilan Urumchi Do'nko'rik to'tko'cha og'zining sharq-shimol burjigidagi lahma eg'izida erlar bilan billa amgak qildi. Amgak toki yozgacha davomlashdi. U to'lisi lahmi sirtida, qo'l harbisida ko'lab chiqarilgan loy shig'illarni
jiroqqa to'kish va mashina boshqarish amgakini qildi. Men onundan bir qitim "Rasa jafo chekkansiz ha?" deb so'rag'animda, u kishi rizqidan aplab-saplab rahat ko'rishni hisoblamaganda, jafoliq olamda yana qandoq nuqul rahat bo'lsin deysiz? Haqoratini hisoblamaganda emgak yomon narsa emas degan edi. Men onundan havo mudofaa o'nkiri qo'lg'uchilar qalbidagi nurg'un narsani, har xil fikr, tuyg'uluq parangni anglab aql topatdim. Chunki xorliq dal aql anqosi go'har tuxumlaydigan mazgil edi. On 6-cı bab. Haqiqiy qalb yeshi. Yig'a chiqar yurakdan, ko'zdan, dil yig'lamay, ko'z to'kalmas yosh. Daryo yig'lar, kishilik yig'lar, yig'lab ko'kda turolmas quyosh. 1975-yili 4-o'g'lim Farruh tug'ildi. To'shqan yili tug'ilgan bu o'g'lim turmushimizda yo'ruqlikqa qarab yuzinishga bishorat bo'ldi. Ammo bu yo'ruqlik nurg'un tutak va qorong'ulikqa qarshi harakat orqali ufuq yuziga suz sepildi. 1975-yili opamning tuyuqsiz qazo qilganlik xabarini telegramma yo'llig'ichi Navri tog'imiz Abdulla Do'mbaxtdan angladim. Bu xabarni dilim tuyib yurganga xeyli bo'lsa-mu, Tangridan bu miskin, mehribon va yegona onaga uzun umr va didor shodligi tilab kelgan edim. Telegramma qisqa bo'lib, dafn qilinganligigacha yozilgan edi. Taş yerilib, bağrım axdı. Hüngürək etib yığladım. Mən dadam uzaq turmalarda, esimde yo'q çağlarımdan o'ttira maktabda o'qib atgan yeshimgacha anda-sanda ko'rinib qo'yib, yanada turmada yatgan yillarda opamning birdan bir farzandi, umidi va orzusi bo'lib, uning yoshlik mavsumlaridan toki 1950-yillargacha birga yashadim. Onun qaddini yolg'izchilik agidi. Onun dilini to'ralgan yo'l hijroni jarohatlantirdi. Opam tirishib yashadi. Topgan targinini bizga to'pladi. Yenimizga qaytib kelish uchun bankaga pul, oltin buyum qo'yib turdi. Ammo ajal uningga visoldan ilgari yetib keldi. U uyiga mening Ra'no bilan balalarning suratlarini chaplab qo'yib, har bir g'izo oldida ularni tamoq taklif qilib, g'izodan keyin hidoyat duosi bajo keltirib umr o'tkazdi. U narasida chig'ida ota-ona va akalaridan ayrildi. 40 necha yoshida chet elga chiqib ketib, mendan ayrildi. Yoshlik davrlarda dadam turmada bo'ldi. U hijron shohi, armon sardori bo'ldi. Opam shoira edi. U har bir duoyi salom xetini aqlning mo'ngi va dononing nazmi bilan yozadi. Bu xatlarni hozir qarasam, nazm, nasr yodikorliklari degili bo'ladi. U radio, televiziyada she'rlar e'lon qiladi ekan. Gazetga nazmlar besib chiqaradi ekan. Opamning qazosi haqidagi telegramma oilamizda g'azo paydo qildi. Kishilar kelishdi. Zamonasiga loyiq nasr chiroq qildik. Ra'no opamga to'limi hurmatli edi. U ig'ir qarliq tutdi. Nazr chiroqdan keyin opamning bizda saqlanib qolgan xatlarini to'pladi.
Bu xatlarning bir qismini tashkil elib ketgan, uy axtarg'uvchilar elib chiqib ketgan edi. Men opamning she'rlarini qayta o'qib, aql teg'iga ko'tarildim. Hissiyot daryosiga g'arq bo'ldim. Tipik ana balaliq mehri bilan uning tipik hijron fojiasini tushundim. O ig'ir dahshatlik tarixiy reallikni va uningga madad bergan noto'g'ri qatmal ideyalar qabohatini nazmiy qalamga olgan bo'lib, o'qigan va tushungan kishiga tarbiya, ta'siriy kuchi, zo'r ma'rifat, hikmat, insonparvarlik qimmatiga ega edi. O yurt haqidami, men va Ra'no haqidami, farzandlarim haqidami, o'zi va dadam haqidami, kishilik haqidami keng to'xtalgan. Bu she'rlar muhitimizning ma'naviy nolisi edi. Opamning she'rlari va she'riy hissiyotli xatlaridan uningga bir maxbari tiklang, dedi Ra'no. Men o'ylanib qoldim. U yana siz o'g'il, ammo hozir mushu bir ishdan boshqa hech qanday xotirlash qilg'ili bo'lmaydi. Opam yozgan she'r va xatlar uning fojialik muhitining yakka yagona emas, balki xalqimizning hozirgacha kechirayotgan fojialik muhitining eng tipik, eng tragediyalik ko'rinishi ekanligini unutmang, dedi. Ko'zimga birdan Hitqoq jamoasi ichi sirtini liq to'ldirib rokoda o'ltirgan erlar o'rniga beshiga oqlichak ortgan, ko'zlari yoshga to'lgan, minglagan, 10 minglagan ona ko'ringandek bo'ldi. Ular fojiada ko'z yumgan ota-onalari, ajdodlari arbohiga duo, fojiada ko'z yosh to'kayotgan farzandlari, avlodlari taqdiriga munojat etgandek edi. Ko'zimga ko'ringani haqiqiy chinlik. Mana shu onalar arsida opam, to'xtagan opam turgandek, yaqinqi oradala Ra'no mening bu azgu maloikammi beshiga oq richak silib, shu qatordan bir joynamazlik o'rin oladigandek ko'rindi. Samo yo'li yulduzlardek bu tilovat yulduzlari qachondan qachongacha nur emas, ko'z yeshi chacharki. Men Ra'noning tavsiyasida bu she'rlarni qo'lga oldim va qayta takrorlab qiliplashtirib 10 misroliq 5 beytlik g'azal holatida ratildim. Bu jiroq makon ig'ir davronda uningga atgan to'liq qabri teshi edi. Yaqinqi zamon g'azallari uzun uslubda yoziladigan bo'lib qolgan. Men Bobur uslubida ratildim. Opam kichikidimi Boburning yurti Farg'onada yashagan va bu tilda talaffuzi chiqqan edi. 1983-yili Ra'no bilan Beshkek, ya'ni Frunze shahriga borganda, opamdan qolgan narsalar orasida bir qancha chaqmoq titrat, ya'ni daftarni bir tikkan uning she'r qo'l yozmalari chiqib qoldi. Bu helimi qo'limda saqlangan bebaho go'har. Men bu she'rlarni tartibga soldim. Opamning she'rlarini tunji qadamda uning nazm, nasrlik xatlari asosida ratlab qo'shnimiz Yosin Qosim u keyin Şinjan tantarbiyasi jurnalida muharrirlik qildi. Orqaliq Havoxon degan mashinist qo'lida 3 nusxa bostirdim. Uningga Divan Hamroyi deb mo'y qalamda nom qo'ydim. Hamroyi taxallusini g'azallarga singdirib etgan edim. U ona Hamro deb imzo qo'ygan edi. Bu nusxalardan birini Qashqardagi dadamning singlisi Hamrogul achamga, birini tuqqinimiz Abdug'ofur Emin orqali uning Bo'rtaladagi yaqin odamlarga avatkizgan edim. Birini o'zim saqladim. Bu
har hodisiga hozirlik edi. Ra'no uchun bu g'azallar bir qalb dasturi, bir hissiyot buluqi edi. U doim ularni o'qiydi va o'qib yig'laydi. Keyincha Şinjan san'at maktabining mashhur tambur o'qituvchisi do'stimiz Shirmuhammad Nuraxon orqali butkul rak muqomiga bu g'azallarni tekstlashtirdik. Zaman tuzilib, Qashqar Koni shahar adabiyoti orqadan Atush nazmlari nomli yerlik adabiy jurnallar bu g'azallarning bir qismini e'lon qildi. Qora qalpqim daxli salmag'ay deb avtor haqida izohat bermagan edim. Maqsadim opamning she'rlarini taqdirimning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar hammadan ilgari xalq orsiga chiqarib etish edi. Buningdan ba'zilar foydalanib iyiga tiklamoqchi bo'ldi va qora bo'ron qo'zg'adi. Opam she'rlari mundaq misralar bilan to'lgan. Şükrullah keldi dostlar, mehribonimdan xabar. Hicra afat ichra, vahshat ham amonimdan xabar. Süt emib ko'ksimda o'sgan, ko'kragi qalqon go'ya. Nahva aylab tog' ara bir tomchi qonimdan xabar. Bu mening madaniyat inqilobi nomidagi ashu ig'ir amgakda yurganimda yozgan xatimni ko'rib yozgan xo'shalliq she'ri edi. Xatim ilib o'qib Ra'no o'g'lonimga salom ayting. Analik mehri taxtida sultonimga salom ayting. Manga firdavsi jannattur, uning vasli aramgohim. Yurak bag'rimda javlonim, bo'stonimga salom ayting. Tushim zohir, umum ketgan, yuraki dil aro tepgan, puroqi tog' eshib yetgan, rayhonimga salom ayting. Juda bo'p el suyib qolgan, poyonsiz hijriga qongan, umidim ko'kida yongan, cho'lponimga salom ayting. Bu Ra'noga men to'g'riliq ansirab yozgan she'ri edi. Tashnolab qilgan meni labing shirin shekarmidur? Bog'i bo'stonliq ilingda sharbating kavsarmidur? G'uncha Ra'no muncha zibo, shuncha ma'no so'zlaring, halqa chochlaringdan urg'igan anbarmidur? Gul yuzingga baqqanimda kepinak zo'qim ashur, talpinib o'g'limni jazib etgan ko'zing axtamidur? Band etib jodu muhabbat to'rida shaydo ini, men g'iribning rishtini kaskan tig'ing xanjarmidur? Jahon gulzorida Ra'no, meni ajratma jonimdan, ko'ngil bo'lsang tuman ma'no mening har bir pig'onimdan. Yoshurma bulbulumni gar beg'ingda saylatib yursa, dilingning rishtasin chakkin bu hamroyi uvolimdan. Yuribman bulbuli shayda, yurar u gul bilan tanho, qilib zehning aro payda, xabar top xasta holimdan. Yezibsiz xush karashma nazmlar shaydoi o'g'lonim, yurakdan urg'udi ilhom, suyib jismim aro qonim. Ko'ralmay husningiz ammo, ko'rib maktubni yosh to'ksam, manga sabri sharobi ishkili xat bo'ldi paymonim. Visoling elchisi go'yo ko'zimda maktubi surat, jasad jismimga kirgandak va ayni qaytidim qonim. Dili el söygüdün zibo, guli Ra'no uchun shayda, sig'inib men uchun hamroh, bo'ling xush söygü cho'lponim.
Biliq daryoda ussuzdur, chiroqqa tashna parvona, o'zim tikkan shu rayhonga o'zimni qildi divona. Chaqmoq yolqin chechib, charxinga faryodimni ayt, ohidin to'g'yan yasab, olamga ming dodimni ayt. Jahonda joni chiqmasdin, karomatkim qazosi bor, bu hijron mubtalasın kech kunduz hazosi bor. Şehitmen tende canımdır, ümit içre gumanımdır. Yepingan bu kepenlerinin yeni birle yakası bar. Visalın körmüdüm dilber, çırayın uçkurar közde. Meningdin özge amanın kolida öz hasası bar. Apam oğullarımның söyrtini məydisiga yıqıb, söyrətke düşüb, mundaq şeir yazğan iken. Yaz kelib gül bergiga bulbul müyəssər bolğudak, cami porak üstüdə nem tamçı kəvsər bolğudak. Şükrullah bağıda gər açsa rəna ğunçılar, tavlanıb çoğluq kəbi rəngi münəvvər bolğudak. Tüt oğulunun söyrütünü köksüm taqab şaşdı dilim, ol mana leylu nahar xurşidi ənvər bolğudak. Təlmürüb baqqan közümdin zoqlunup şatlıq yeşi, Turqi məğrur əkbirim aləmdə göhər bolğudak. Səbri qıl həmrayi bolsa pəruxnun sahib qiran, Çin pəzilət babıda hər biri əsqər bolğudak. Bu insanın insanlıq naləşləri idi. Ma'qul əmsə, bugün muşunchilik o'qib beray. Quyosh kirib, rasmiy qash qaraygan vaqt bo'pti, lekin atrof shunchalik go'zal, shunchalik chiroyli. Mərhum alimimizning, rahmatlik cho'ng onamizning yotgan yeri jannatda bo'lsin, nurlar ichida bo'lsin. Wow. Ma keşke şapaq şunçilik chiroyli. Bir ko'ringlar. Bugün güzel.